Xabaringiz bor, dasturimizning oldingi sonida viloyatimizga xalq deputatlari Andijon viloyat kengashi vakillaridan iborat delegatsiya tajriba almashish maqsadida tashrif buyurgani haqida ma'lum qilgan edik. Mazkur tashrif ikki hudud o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, mahalliy kengashlar faoliyati samaradorligini oshirish va ilg'or ish tajribalarini o'rganishga qaratilgan. Galdagi lavhamiz delegatsiya a'zolarining joylarda olib borgan o'rganishlari haqida. Ta'kidlash joiz, andijonlik mehmonlar viloyatimizda tajriba almashish maqsadida 2 kun davomida manzilli ravishda xalq deputatlari viloyat kengashlari, shahar va tuman kengashlarida bo'lishdi. Mazkur tadbirning 2-kunida mehmonlar Sharof Rashidov tumanida joylashgan erkin iqtisodiy zonada bo'lishdi. Jumladan avtomobil zavodi faoliyati, ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishtirildi. Biz andijonliklar, jizzaxlik hamkasblarimiz, qadrdonlarimiz bilan birgalikda bu yerda bo'layotgan jarayonlar, kengashlar faoliyatiga oid yangiliklar va tajribalarni almashishga kelganmiz. Jizzax viloyati oldindan ma'lumki, agrar viloyat bo'lganligi barchamizga ma'lum, lekin yaqin yillardan beri bu yerda ancha katta o'zgarishlar sodir bo'lgan. Bugun dastlab ADM Jizzax zavodiga tashrif buyurdik. Bu yerda juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan. Hozirda dunyo brendlari tan olgan avtomobillar ishlab chiqarilayotganiga guvoh bo'ldik. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Avtomobillarning ishlab chiqarilayotganligini zavodni tanishtirishda 4100 dan ziyod xodimlar bu yerda ish bilan ta'minlanganliklari va yiliga bu yerda 100 mingdan ziyod avtomobillar ishlab chiqarilayotganligiga ma'lumot berib o'tishdi. Biz bu bilan tanishib o'tdik. Tumandagi Gulchi opa nomi bilan mashhur Sharofat Noriyevaning faoliyati ham mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Tadbirkorning o'z xonadonida tashkil etgan gulchilik faoliyati sohadagi boy tajribasi bilan yaqindan tanishdilar. Viloyatning betakror tabiatiga ega xushmanzara zomin bugun nafaqat mahalliy, balki xorijiy mehmonlarning ham diqqat e'tiborida. Andijonlik deputatlar o'rganishlar davomida mazkur hududda ham bo'ldilar. Tuman markazidagi Nuroniylar maskani, memorial kompleksning o'ziga xos arxitekturasi, shahar ko'rkini kaftdek namoyon etuvchi bu manzillar mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Ana shu go'zallikka, umuman yurtimiz obodligiga hissa qo'shish istagidagi harakat ortidan shu kuni Andijon bog'i ham barpo etildi. Mazkur tashabbus uchun tumanning G'allakor qishloq fuqarolar yig'inidan 1 gektar yer maydoni ajratildi. Zominga kelgan inson albatta bu hududning tabiat go'zalligidan bahra olmay turib ketmaydi albatta. Shu bois andijonlik mehmonlar Zomin tog'larining yuqori qismida joylashgan Sufa platosida bo'ldilar. Andijon delegatsiyasi a'zolari ham Zominning betakror tabiati, yaratilgan turistik infratuzilma obyektlarini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Bir necha tumanlarda bo'ldik. Bu yerdagi yangiliklar, o'zgarishlar, qurilishlarni ko'rib, juda ham bir taassurotimiz cheksiz bo'ldi. Jizzax viloyatini Zomin Shveysariya 2 deb nomlanishi bejizga emas ekan. Juda ham bir chiroyli taassurotga ega bo'lyapmiz. Bu yerdagi yangilanishlar, bu yerdagi o'zgarishlar juda ham bir odamni hayron qoladigan darajada. Umuman Jizzax viloyatidagi uchrashuvlar davomida har ikkala viloyat deputatlari o'z tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Mavjud muammolar va ularning yechimlari yuzasidan atroflicha fikr almashildi.